Turkiyada odamlar qancha pul topadi va nima ish qiladi? Qiziqsanglar, unda davom etamiz. Qanday mahasa ekanman? Qancha oylik topasiz? Ha, uyda o'tirib, bolalarim bergan topib o'tiraman de. So'raymiz. Istanbulda nima ish qiladi? Assalomu Aka, alaykum. yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi rahmat. Alloh shukr. Og'ir ushladingmi? Salomatmisizlar? Alhamdulillah, yaxshi. Turkiyada nima ish qilasiz va qancha pul topasiz? Turkiyada endi shu blogerlik bilan shug'ullanamiz. Reklamaning orqasidan bir 300 dollar keladi. Bitta reklama orqasidan. Universitetlarda ishlaymiz, qayd bo'limida. Oyiga 1200-1.5 ming bor. Siz Istanbulga kelganingizga qancha bo'ldi? Qanaqa ish qilasiz? Qancha oylik topasiz? Aka, men Istanbulga kelganimga 9 yil bo'ldi. Oyoq kiyim fabrikasida ishlaymiz, o'zbekcha gapirgan. Fabrikada. Aha, normali $1000 pul olamizda. Nima ish qilasiz? Bu yoqda men otelda ishlayman. Oylik narxlari qancha misol uchun? Oylik har xil, otelda ishiga qarab o'zgaradi. Men resepsiyonda o'tiraman. Meni oyligim $800. Ular uchun kameraga qarab miyasini uyushtirib qo'yadigan bitta chiroyli jumla aytib bering. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Turklar ayamaydi. O'zinglarni ehtiyot qilsanglar bo'ldi. Muhimi shu. Akajon rahmat. Joningiz sog' bo'lsin aka. O'zingiz ehtiyot